Nukusda qiz bola oyiga $1000 pul ishlashi uchun nima ish bilan shug'ullanishi kerak? Aslida bunaqa ishlar juda ko'p. O'zimizda texnikumda o'rgatiladigan 3 ta sohani sanab beraman. Bu sohada $1000 dan kam topish qiyin. Yo'q-e. Shunaqa. O'zini potensialidan kelib chiqib $10,000 gacha ham ishlash mumkin. Yo'q-e. Nima ish ekan unda? Birinchisi, meditsinani o'qigan har bir hamshira yoki medsestra kosmetolog bo'lib ishlasa bo'ladi. Kosmetologiyada minimum $1000 topish mumkin oyiga. Ya'ni teri parvarishi. Zo'r. Ikkinchisi, chaqaloqlar, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni parvarishi. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa 40 yil ichida juda ko'p ishlar qilinishi kerak bo'ladi. Imonni o'sha vaqtda hamshirani yordami kerak bo'ladi. Bunaqa hamshiralarning ishi besh aslida. Ha, bildim, tushundim уже. Da. Uchinchisi esa formativ. Formativlarni ko'pchilik joylarda men o'zim ham eshitib yuraman, formativlar yetishmaydi. Formativlar bitirgandan keyin o'zini potensialdan kelib chiqib, $1000 dan ko'proq pul ishlash mumkin. Zo'r. Qanaqadir vaqt ishlagandan keyin u, to'g'rimi? Albatta. Zo'r. Bu hammasi shu texnikumda o'rgatilinadimi? Albatta, biz o'qiyapmiz. Butun Nukusdagi qizlarga bu videoni tashlaylar. Qizlar kelinglar. Zo'r imkoniyatlar qilingan ekan. Endi ish qilinglar, pul tayyor pul ekan-ku. Tayyor pul, faqat yig'ishtirib olish kerak. Zo'r.